Assalomu alaykum do'stlar, vatandoshlar. Mana bugun biz Buxoro viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sud binosi tashqarisida turibmiz. Yaqindagina sud binosi ichida sud ishida qatnashdik. Aynan qaysi sud desangiz, antikorrupsiya ommaviy axborot vositasini tashkil etgan sobiq rahbari Bahodir Sapayevga nisbatan, ya'ni antikorrupsiya ommaviy axborot vositasining Telegram kanalida e'lon qilingan o'sha bir material talabalar murojaati material ustidan ichki ishlarga o'sha Buxoro nima edi nomi siz? Buxoro shahar. Yo'q, ani institut. Muhandislik texnologiya. Men Buxoro muhandislik texnologiya institutining bir domlasi, mayli ism familiyalarini e'lon qilmaylik, unga ham yozib yurishmasin. Bir domlasi meni obro'sizlantirdi deb o'sha shikoyat qilgan va ichki ishlar uni o'rganib o'sha ichki ishlar sudga olib chiqqan. Buxoro shahar sudida aynan bizni o'sha sobiq rahbarimizni, nega sobiq deyapman, u joyga ham yetib ketdik. Aynan bugungi kunda antikorrupsiya ommaviy axborot vositasini rahbari sifatida faoliyatini shaxsan o'zim olib boryapman va Otabek Hamidov tez kunlarda bosh muharririmiz lavozimiga o'tadilar. O'sha deylik sud bo'lgan Buxoro shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudda ma'muriy kodeksning juda oxirgi vaqtlarda modaga aylangan 202.2 degan bir modda bilan ayblov e'lon qilinib, qaror qabul qilinganki, 2 minimalga jarimaga tortilganlar. Endi ozgina oradan vaqt o'tib, 5-6 oy o'tgandan keyin ustozimiz ham bizni o'sha akamiz Bahodir Sapayev ham mayli endi shu tortsa tortibdi, shunga ham yana endi sudlashib yuramanmi, yillar mobaynida deb o'z holiga qo'ygan bir vaqtlarida kutilmaganda antikorrupsiya ommaviy axborot vositasini va ustozimizni fuqarolik sudiga 800 million pul miqdorida pul undirishni xohlab da'vo ariza kiritilgan va o'shandan keyin to'xta, bu yerda bizni aybimiz yo'q-ku o'zi aslida. Biz nima uchun qarab turishimiz kerak deb apellyatsiya muddati o'tgan kassatsiya tartibida shikoyat kiritildi. Bugun aynan shu sud bo'lib o'tdi. Ikkinchi prosesda o'z yakunini topdi. Keling, eng yaxshisi yakuni qanaqa natija bo'lgani haqida Bahodir Sapayevning o'zlaridan so'raymiz. O'sha bizga juda ko'plab murojaatlar kelib tushadi. Hammalaringiz xabaringiz bor. Hammasini buni obrobotka qilib, buni o'sha murojaat yo'llagan odamni aniqlab, uni shaxsiga aniqlik kiritib, keyin surishtiruv o'tkazib o'tirishga bizni shunaqangi bir juda katta masshtablik tahririyatimiz juda unchalik katta emas, imkoniyatlarimiz, moddiy imkoniyatlarimiz cheklangan. Shuning uchun tahrirsiz qo'yganmiz o'sha murojaat. Talabalar jo'natgan. Bir qandaydir vaziyatni aytishgan. O'sha vaziyat haqiqatga to'g'ri keladimi, buni biz bilmaymiz. Aniqlik kiritib beringlar deb tegishli organlarga murojaat qo'yganmiz tagida ikki qator so'z. Shuning uchun bizni yolg'on guvohlik, yolg'on ma'lumot tarqatishda ayblashdi. Ya'ni Ma'muriy javobgarlik kodeksining 202.2 moddasi bilan ayblab 2 minimal jarima, 750 ming so'm jarima qo'llashdi. Qo'y shu narsa bilan yuraman tortishib deb indamay kelyapsam, Buyruq tumanlararo fuqarolik ishlar bo'yicha sudiga berishibdi. 800 million moddiy ma'naviy zarar, moddiy zarar 5 million, ma'naviy zarar 800 million, ya'ni 805 million so'mga bitta savol berganimiz uchun bizni 805 million so'm o'shanaqada da'vo ariza kiritishibdi. Demak, biz uni vaqtincha keyinga surib berishni iltimos qildik Buyruq tumanlararo sudidan. Keyin kelib bu yerga kassatsiya shikoyatini berdik. Kassatsiya shikoyatida shunday narsalar ma'lum bo'ldiki, bizni hech kim delo bilan tanishtirmagan, protokollar bilan umuman imzo chekilmagan, o'sha nima yolg'on ma'lumot ekanligi haqida hech qanaqa ekspertizalar o'tkazilmagan. Keyin o'sha ma'lumotni bergan 16 ta sudya shaxsiga aniqlik kiritish ishlari umuman olib borilmagan. Ya'ni prokuratura tomonidan ichki ishlar organiga berilgan taqdimnomani umuman punktlar bajarilmaganligi ma'lum bo'ldi. Va bir ovozdan sudimiz oliy nima desam, odil qarorlar chiqarib, o'sha birinchi instansiya sudini bekor qilib, o'sha deloni yana qaytadan tergovga qaytarib olish bo'yicha qaror chiqardi. Biz juda xursandmiz. Haqiqatda Buxoroda ham haqiqat bor ekan, sudlarda mana ko'rdik. Bizni
ommaviy axborot vositalari hozir ko'p moda bo'lyapti. 202 Prem 2 bilan blogerlarni birin-ketin ana jarimaga tortib ketyapti. 195 prinsi ham bor. 195 bilan juda ko'p tortishyapti-da. Lekin hozirgi mana shu yerda haqiqatda bizni harakatlarimizda hech qanday jinoyat alomatlari yoki huquqbuzarlik alomatlari yo'qligini aniqlab, isbotlab bekor qilishdi. Nodirbek, Shodmon Nodirbek dedilar. Rahmat aytamiz. Haqiqatdan to'g'ri va oqilona odil qaror chiqarib berdilar. Kelgusida blogerlarimizga, umuman ommaviy axborot vosita jurnalistlarga barchasiga aytib qo'yamanki, har bitta narsani e'lon qilishdan oldin haqiqatdan ikki tomonni mukammal o'rganib chiqarish kerak. Bo'lmasam har xil bitta nuqtaga, virgulga osilaveradi. Mana ko'ryapsizlar, Abdurahmon Tashanovda men sizlarga achinaman janoblar degan so'ziga mana 50 million jarima chiqarib berishdi. Oddiy shu so'ziga. Keyin mana u fohisha jurnajalablar degan so'zni aytdi, lekin jurnalistlar tomonidan bu sudga da'vo ariza kiritildi, uni inobatga olishmadi. Qarang, ekspertiza bo'lsa tasdiqlab berdi. Ekspertiza tasdiqlab tursa ham uni tan olishmayapti. Ya'ni ommaviy axborot vositasi vakillari, blogerlarga nisbatan hech qanaqangi bir odilona yondashuv bo'lmayotdi. Lekin men hozir Buxorodagi mana shu holatni ko'rib hayratdan qoldim haqiqatda. Bu yerda haqiqat bor ekan. Mana Xudoga shukr. Rahmat. Mana kirib kelayotgan hayit bayramlaringiz bilan hammalaringizni tabriklayman. Xudo xolasa mana biz hayit kuni sovg'alarimiz bor, tarqatamiz. Men efirga baribir chiqaman. Nima uchun bu faoliyatimni yakunlaganman? Mana shu haqiqatlar yo'qolib ketganligi uchun. Yo'q joydan bizga mana shu moddalarni yopishtirishayotganligi uchun men ishonch yo'q deb to'xtatib qo'ygan edim. Mana Xudoga shukr, yuzimiz yorug' bo'ldi. Mana hozir sudlar bizni oqlab berdi. Mana tan beryapman, lekin haqiqatda prezidentimiz tomonidan shu narsaga e'tibor endi qaratildi. Xudo xolasa mana Jahongirga ham shunaqa modda ochilgan edi, yopildi u yer. Hozir endi Otabekga ham ochilgan, bu bo'yicha baribir shug'ullanamiz. Mana Elyorbek bo'yicha bo'lyapti. Hammasi mana shu narsalar. Yo'q joydan bizga modda ildirishyapti-da, yo'q joydan. Xudoga shukr, Buxoroda haqiqat bor ekan. Mana shuning uchun men o'zi bu sudni Qoraqalpog'istonga ko'chirib berishni so'radim. Sababi Qoraqalpog'istondagi sudlarni umuman faoliyatiga biz mana Jahongir bilan ko'p bor guvohi bo'lganmiz. 5 ketamiz. Har doim odil qaror chiqarib beradi. Mardona, videoga olish ham muammo emas dedi. O'sha Qoraqalpog'istonda borasiz, qo'rqmaydi. Ochiqlikdan qo'rqmaydi. Mana ol dedi, syomka qilmaydi. Shunaqa belgilangan tartibda ruxsat berib qo'yadi. Lekin bu yerda ham agar bu ruxsat ikkinchi tomon rozilik bildirmaganligi uchun ruxsat bermadi, bo'lmasa bermoqchi edi. Shuning uchun aytmoqchimanki, har bitta jurnalist, bloger bo'ladimi, ma'lumotni to'g'ri o'rganib, nuqta virguligacha hamma yoqni yuklamasangiz, mana shunaqangi yozuvchi, mana bu sizni orqangizdan pul ishlab oluvchi nimalar paydo bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun bizni ustimizdan shikoyat qilgan domlaga keladigan bo'lsak, aynan shu domlaga rahmat aytmoqchiman. Sababi bizni mana shunaqa jiddiy endi yana bir pog'ona ko'tarildik. Har bitta harfga e'tibor beramiz. Har bitta harfga shu insonga rahmat, otasiga rahmat, juda zo'r odam ekan. Bizni mana shunaqa tajribamizni oshirib berdi. Biz endi juda opitli bo'lamiz. Endi Xudo xolasa bironta anavi qoldirib ketmaymiz. Nuqtada ham xato qoldirmaymiz, virgulida ham. Tiresida ham, undov belgisida ham, so'rog'ida ham xato qoldirmaymiz. Rahmat sizga domla lekin. Buxoro muhandislik texnologiya institutida faoliyat ko'rsatar ekanlar, umringiz uzoq bo'lsin. Endi siz tortishayotgan bo'lsangiz, o'sha tortishayotganlaringiz bilan tortib ko'ring. Bizda sizga nimamiz yo'q. E'tirozlarimiz boshqamiz. Endi mana hozir sud jarayonida bitta narsa bo'ldi. Bahodir aka, mana ko'plab murojaatlar bo'ladi. Mana xabaringiz bor. Biz antikorrupsiya ommaviy axborot vositasi O'zbekiston Respublikasida ancha tanilgan. To'g'ri, biz moddiy jihatdan unaqa katta kuchga ega bo'lib ketmagandirmiz, lekin odamlarning ichida ishonch egallash, odamlar murojaatni ishonib bizga yo'llashida masalan hech kimdan kam joyimiz yo'q. Xalqimizni o'sha eng biz uchun qimmatbaho bo'lgan ishonchi buyuk va nima deydi, biz uni oqlayotgandekmiz. Chunki murojaatlarning oqimi haqiqatan ko'p. Endi o'sha bir xil paytlar to'g'risi mana murojaatchi qonunsizlikdan, korrupsiyadan yoki bir deylik o'sha o'zini haqqini
tegishli organlarda, tashkilotlarda so'rasa ham o'sha qonun ustuvorligi ta'minlamayotgandan o'sha murojaatchi bilan birga bari yonib ketasizda. U qiynalsa siz ham qiynalasiz. Chunki sizga ishonib kelgan. U ham nimadir foydasi tegadi shuni. Shu odam baribir qanaqadir shu ommaviy axborot vositasi xodimlari bizga qanaqadir bir narsa o'sha vaqtlarda kurashasiz, boshqa qilasiz, adolatsiz qaror chiqsa yoki deylik o'sha noto'g'ri harakat qilayotgan o'sha hokimmi, prokurori yoki o'sha ichki ishlar qaysidir xodimini noto'g'ri qilayotgan, noqonuniy qilayotgan harakatlarini ko'rib tushkunlikka tushasizda baribir. Xohlaysizmi yo'qmi, insonmiz, bizning psixologiyamiz bor. Unga ta'sir o'tkazadi bu narsalar. Boya sudda bilasizmi, yana o'sha mana bu Tashanov sudida, mana Effektiv Akmalxon Eshonxonov sudida, mana nechta sudlarda qatnashib ko'ramiz. Baribir shu ruhiyatimizga ta'sir qiladi. Bugun mana boya sudda shu bekor qilib, mana shunaqangi bir matonat ko'rsatgani uchun sudya. Bilasizmi, meni ichimda juda katta yana bir ishonch uyg'onib ketdi-da. Bilmadim, sizlarda ham balkim shunaqa bo'lgandi. Shunday bo'ldi. Xuddi kittasini ta'riflab beraman. Ertaga terma jamoamiz jahon chempionatiga chiqish masalasini hal etadigan o'yin, shunda qanday xursand bo'lasiz agar g'alaba qilsa. O'shanaqandan ham yuqoriroq bir haligi huzurlandik hozirgi qarorda biz. Haqiqatda juda bir iroda bilan qildiki, ommaviy axborot vositalari foydasiga hal qilindi-da. Shuning uchun juda xursand bo'ldik. Biz bugun to'g'risini aytaylik do'stlar, hech kimga paxta qo'ymoqchi emasmiz. Birovga paxta qo'yishi to'g'risi men o'zimga hech qachon ep ko'rmayman, ustozlarimiz ham, akalarimiz, do'stlarimiz ham. Lekin bir narsani o'rnida aytib ketish kerak. Haqiqatan Buxoro viloyati sudyasiga minnatdorchilik bildiramiz. Orasida bitta tanqidiy fikrim bor. O'sha Buxoro shahar sudyasi nahotki shu qonunlarni, shu viloyat sudyasi bilgan, o'sha belgilangan tartib qoidalarini o'sha Jizzax Buxoro shahar sudyasi bilmadi yoki-da ular uchun kitob alohidami, ularning qonunlari alohidami, konstitutsiyalari alohidami, nima alohida o'zi. Masalan, deylik, ko'p hollarda uchraymiz. Mana murojaatchilarning murojaatida ham Bahodir aka tumanlarda bo'ladigan sudlarda haqiqatan ko'pchilik haq bo'lsa ham yutqizib qo'yadi. Lekin viloyatda ayniqsa mana hurmatli yurtboshimiz taftish instansiyasini joriy qilganlaridan keyin tashabbuslari bilan taftish instansiyalarida oqlov ham boshqa ham juda ko'plar bor. Lekin o'sha fuqaro masalan o'sha tumanda yo apellyatsiyada yo taftishlarda sudlashib yurish nima kerak? Masalan, qonun o'sha tuman ko'rayotgan vaqtida ham o'sha qonun-ku. Apellyatsiya ko'rsa ham shu qonun, taftishda ko'rsa ham shu qonun. Bu yerda sudyaning o'z saviyasizligi yo o'sha qonunlarni bilib turib, bilmaslikka olib ko'zini yumishi deb o'ylayman. Mayli o'sha tuman, shahar sudlariga biz murojaatimiz yomon ko'ring, lekin biz do'stona achchiqroq qilib aytyapmiz. O'sha qonunlarni agar bilib turib siz shu ish qilayotgan bo'lsangiz, unaqa qilmang, ertaga buni javobi bor. Bu dunyoda bo'lmasa, u dunyoda. Yoki deb bilmasangiz, iltimos qilaman sizdan, yo sudyalikdan keting, yo ustingizda ishlab qonunlarni o'rganing. Do'stlar, mana hozir shu borada men Otabek Hamidov akamizga bir so'z bersam, chunki sud zalida hammadan ham xursand bo'ldilar. Men ko'rdim yuzlarida tabassum, adolat qanaqadir qanaqa ketdi adolat opa? Dubayga ketgan adolat opa sud zalida yonimizda tikka turdilar. Albatta, o'zi mana sizlar tomonidan Bahodir Sapayev, Jahongir To'laganov tomonidan o'zi hamma so'z aytilib qoldi. Mayli, men ozgina qo'shimcha qilib ketaman. Xursandchiligim haqiqatda xuddi o'zim yutgandek, chunki hammamiz bitta jamoamiz va qolaversa adolat. O'sha har doim mana hozir aytganinglardek haligi ayrim bir qatlamlarda o'zimiz ham hafsalamiz sog'ib mana shu oxiriga kelganda mana bunday bir adolat qaror topganda hali esdan chiqib, charchoqlardan chiqib, hali alamlar qochib, yana bir g'ururlanib, bir mag'rurlanib, yana bir harakatga energiyani to'lib ketadi. Mana shu 100 kilolik energiya to'lib ketadi. Hozirgi jarayonda albatta o'sha sudya ismida Nodir aka ekan, familiyasi esimdan chiqib qoldi. Xursandchiligimizdan. Berilayotgan savol-javoblar o'sha ko'rib turib, o'sha men-sekin o'sha hali ko'nglim ravshanlanishni boshladi. Chunki hamda mana o'sha siz tomonidan jabrlanuvchiga aytdingiz-ku, savolim bormi deganda mana erta indin o'sha Qurbon hayit nima keragi bor shunday narsani, uni o'rniga yarashaylik,
ikkalamiz ham domla bo'lganimizdan keyin o'zi aslida haqiqatdan ham ikkovinglar ta'lim tarqatuvchisilarda ibrat bo'lishinglar kerak. Yuzlab, minglab qo'linglardan o'quvchilar, studentlar chiqadida, ertaga u jamiyatimizga foydasi tegadiganlarda alanzada bo'lmas kerak. To'g'ri, siz nima qildingiz? Aslida u narigi tomondan jabrlanuvchi ham, bechora ham o'zi aslida xo'p deyish kerak edi. Bo'lgan qurboni hayr. Keyin men e'tibor berib, men yo'q deganda sud ham raislik etuvchiga qaraganimda vijdonli, adolatli bo'lganligi, odil bo'lganligi uchun to'xtang dedi jabrlanuvchi. Yo'q. Haqiqatdan ham muhtaram yurtboshimiz mana dedi, hayitlarda, mustaqillik bayramlarida shu bayramlarimizda dedi, haligi af e'lon qiladi dedi. Insonlarda haligi surib olib ketganlarda, qamalganlarda af qilib kechiradi dedi. Hamda dedi, muborak bayram dedi. Hozir yaxshi dedi. Yarashuv institut hozir tashkil qilingan dedi. Agar nima qilsa yo'q dedi-da, keyin bo'ldi. Hamma narsani eshitib kirib ketgandan keyin chiqib turib уже mana bu hozirgi o'sha Buxoro shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudda shu ma'muriy sudda ko'rilgan qarorini bekor qilib, uni o'sha bir qator kamchiliklarni sanadi. Bir qator o'zi aslida mana shuncha hozir ovoragarchiliklarni oldini olgan bo'lar edi o'sha ichki ishlarning o'zida. Bu yerda o'zi men qanchalar bilganim, o'zi meni bilganim. Yashash manzilingiz Qoraqalpog'istonda. Ma'lumotni olgansiz Qoraqalpog'istonda. Uni matnni tayyorlagansiz o'sha qo'shimcha uchun Qoraqalpog'istonda. Yoritgansiz ham Qoraqalpog'istonda. U Telegram kanal ham Qoraqalpog'istonda. Holat hammasi Qoraqalpog'istonda. Eng qizig'i nega bu yerda Buxoroda tushgandan keyin murojaat tegishli bo'yicha Qoraqalpog'iston Respublikasiga yuborilmagan. Bu yerda ham o'zi mayli endi gumon yo'q imondan ayiradi, lekin domla ham Buxoro shaharda. Buxorolik. Ichki ishlar ham Buxoroda. Haligi endi qolaversa Sudan Buxoro shahrida u qandaydir bilmadim. Lekin yaxshi hamki mana odil sudlovimiz bor, vijdonli, adolatli sud raislarimiz, sudyalarimiz bor ekanki, bizni hali hafsalamiz pir bo'ladigan joyda mana yana yashashga, harakatga undovchi va energiya oldida. Albatta juda ham katta rahmat aytaman, shunday odil sudlarimiz bor. O'zi aslida insonlar bu adolat uyi hisoblanadi. Sud majlislar zali adolat uyi. İnsanlar oxiri u ichki ishlardanmi, prokuraturadanmi, xavfsizlik qaysi tashkilotlardan e'tirozlari oxiri yig'ilib mana shu odil uyiga keladi, adolat uyiga keladi. Lekin bu yerda mana bunday qilinayotgan xatti-harakatlar ayrimlari albatta insonni xafa qiladi, lekin hamkasbim aytgandek Jahongir To'lagan, bu shahar sudyasimi, tuman sudyasimi, viloyatmi, oliy sudmi, boshqami kitobi bitta. Ular hammasi o'qishi ham boshqasi ham bitta. Nimagadir shahar yoki tumanda mana bu ahvol, viloyatda yoki taftish instansiyasi yoki oliy sudda oqilov yoki yondashuv ijobiy. Xuddiki ular boshqa kitob o'qiydigandek, bular boshqa kitob o'qiydigandek. Endi mayli, endi qolganiga bormaymiz. O'zi aslida bizni jamoamizga, hammamizga, jamiyatimizga hozirgi chiqargan o'sha Nodir akaning chiqargan qarori bu butun jamiyatimizga, butun respublikamizga bu o'zi arzigulik, tatigulik o'rnak bo'luvchi qaror bo'ldi. Hamda hali aytganim butun O'zbekiston blogerlar vositalariga yangilik bo'ldi. Albatta. Yangilik demoqchimanki, hamda hali mana kakras Qurbon hayitiga quruq ham bo'lmadi, mana hayitlik ham bo'ldi. Rahmat. Sog' bo'lasizlar. Ana endi yana bir holatga yetib ketmoqchiman. Aynan Toshkent shahar Sergeli tumanida ham Otabek Hamidov akamizga nisbatan 195-modda ma'muriy modda qo'llangan. O'sha bir ikkita ichki ishlar xodimlari bir fuqaroni bir o'zi mashinaga o'tirayotgan fuqaroni bir o'tkazgan holatini qo'yib jibriqlar degan bir so'z ishlatganlari uchun hozir javobgarlikka tortilish arafasida turibdilar va biz albatta bu sudlarda ham qatnashamiz. O'ylaymizki, odil sudlovni bu oxirgi qadami emas, boshlang'ich qadamlaridan. Sog' bo'ling do'stlar, salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Buni yagona boisi
siz qo'llasangiz siz bilan biz kuchimiz, energiyamiz va o'sha vatanimizni rivoji uchun jonimizni tikib bo'lsa ham xizmat qilamiz. O'sha hozir shu eslatib ketganingizga hali o'zim bo'layotgan holat. Kecha ya'ni 2025-yil 3-iyun sanasida Sergeli tuman o'sha Rovdidan kiber xavfsizlik bo'lim boshlig'i O'tkir xo'ja qo'ng'iroq qilib, sudga kelishimi hech qanaqangi chaqiruv qog'ozi yo'q, boshqa yo'q. Xullas, o'shani aytdi, men aytdimki, u paytda men Samarqanddamiz hozir, Buxoro viloyatiga yo'lga chiqamiz. U kecha bo'lgan. Hozir shuni jonli efirdan foydalanib men aytib qo'ysam, o'sha bugun mana 2025-yil 4-iyun soat 17:10 demoqchimanki, mana shu ertaga hozir bilib bo'lmaydi. Men o'zim ham qidiruvga berib qo'yishim kerak, majburiy tartibga keltirish. Albatta, shu ma'lumot o'rnida ham o'sha 3-iyun kuni kecha Samarqand viloyatida edik. Mana bugun xudo xolasa Buxoro viloyatidamiz. Endi bugun yana boshqa viloyatga ketamiz, buni hozir ayta olmaymiz, lekin boshqa viloyatga ketamiz. Albatta, Sergeli tumaniga o'sha yashash manzilimga borganimda chaqiruv xatini bersa bosh boramiz. Ya'ni qochib yurganim yo'q. Yo'q, albatta. Mayli, vaqt ko'rsatadi, hammasini xayrlashuv so'zlaringizni aytsangiz ustoz. Endi hurmatli obunachilar, hurmatli antikorrupsiya ommaviy axborot vositasi obunachilari. Men o'sha kanaldan ketdim deb e'lon qilgandan keyin nimagadir kanalda pasayishlar kuzatilyapti, lekin bilinglar, men prezidentimizning dolzarb 90 kunlik tadbiri bo'yicha umuman bolalar bilan ishlab bu ommaviy axborot vositasiga vaqtimni ajrata olmayapman. Men o'zimni funksional majburiyatlarim bor. Shuning uchun topshirdim. Boshqa hech qanaqa bosim, hech narsa bo'lgani yo'q. Lekin shuni ishontirib aytamanki, bu antikorrupsiya ommaviy axborot vositasida mendan 10 barobar kuchli muxbirlar ishlayapti. Doimo obuna bo'ling, doimo like bosing, podelitsiya qiling. Bu guruhni ishlayotgan ishlarni ko'pchilikka ulashtiringlar. Hammalaringizni yaxshi ko'ramiz. Men bular sizlar murojaatlaringiz bularga yetkazib beraman, o'rganishadi. Shuning uchun men sizlar bilan doimo birgaman. Hech qanaqa uzoqqa ketganim yo'q. Faqat men faoliyat ko'rsatishga vaqtim bo'lmayapti, shuni aytib qo'ymoqchiman. Biz endi Qoraqalpog'istonga qaytamiz. Jahongir bilan Otabek do'stim bular Toshkentga qaytishadi. Xudo xolasa yana efirda ko'rishguncha xayr. Hammalaringizni Qurbon hayiti bilan kirib kelayotgan Arafa kuni hayit bayramlari bilan tabriklayman. Mana shu yerga murojaatchilarimiz turibdi. Shulardan bitta duo olamiz. Ayting. Keling, o'sha yoqqa keling. Keling. Duo qiling. Bitta duo qiling, qaytamiz. Ana sizlarda ham mushkul bor. Alloh yengil qilsin. Oq yo'l tilab. Keling. Ilohim Alloh taolani og'aylarga oq yo'l bersin. Yaxshi sog' salomat bola chaqasini boshiga borsin, sog' bo'lsin. Jahongir yo'llariga ham ishlariga muvaffaqiyat tilayman. Nimaga yaxshi istak niyatlar bo'lsa Alloh taolo ko'p yetkazsin, hammamizni oqil mana bu sud hamma odilona bo'lsin. Ochiqlik, Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kuzatishda davom eting. Biz siz bilan kuchmiz. Albatta. ancha gapirdik lekin. Ha.